Assalomu alaykum hammaga. Demak do'stlar, sizlar bilan darslarimizda davom etamiz. Demak, sizlar bilan bugun heart murmurs, yurak shovqinlari hosil bo'lishi. Kelinglar endi shu joyga tasavvur paydo bo'lishi uchun YouTube'da videolarni sizlarga tarjima qilib, tasavvur paydo bo'lishi uchun demak shularni qo'shib ketamiz. Yana bugun sizlar bilan gaplashishga kerak bo'lgan narsalar yurakda demak shovqinlarni turli xil manyovrlar orqali qanday o'zgarish haqida gaplashamiz. Demak, qani bo'lmasam ketdik. Hadi bo'lmasam ketdik. The aortic valve serves Demak, biz dastlab aortic klapanlar. Demak, aortic klapanlar kasalligi haqida gaplashamiz. Demak, bu joyda yurak turibdi. Yurakda o'ng tomon demak ko'k qon, ya'ni kislorodga boyitilmagan, ya'ni karbon dioksidga boyitilgan qon, tanadan kelayotgan qon. Chap tomonda qizilda bo'lgan esa chap bo'lmachadagi bu o'pkadan kelayotgan, demak kislorodga boyitilgan qon hisoblanadi. to ensure one-way flow of oxygen-rich blood from the left ventricle to the aorta and to the body. It Demak, aortic klapanning vazifasi nima desa, qonni bir tomonlama harakatlanishga javobgar bo'lyapti. Ya'ni chap qorinchadan aortaga e'tibor bergansiz opens mana. when the left ventricle contracts and pumps blood. Chap qorincha qachonki qisqarganda, aynan hozir pauza qilayotgan joyimizda ko'paygan bo'lsalar, chap qorincha aynan qisqardi, mana qonni aortaga chiqarib beradi. Demak, bu payt sistula bo'lyapti, to'g'rimi? Endi bu sistula payt bo'lgandan keyin nima bo'lyapti? Qon demak aorta klapanidan nimaga chiqyapti? O'z navbatida aortaga chiqyapti. Ya'ni tanaga haydayapti. Diastula payt o'zgarsalar to'xtaydi, yopiladi klapanlar. And closes when the ventricles Mana. Bu faza esa diastula mana. Nimaga deyapsizlar? Bo'lmachadan qon qaytyapti. Lekin klapanlar yopiq, chunki qon orqaga qaytishini oldini olyapti. Demak, bu o'z navbatida aorta klapan vazifasini beryapti. Yaxshi. filled to prevent blood from flowing back to the left ventricle. The aortic valve consists of 3 leaflets or cusps. A defect Aortic klapan demak 3 ta tabaqadan tashkil topgan. 1, 2, 3 demak 3 tabaqali klapan hisoblanar ekan. The valve is one that fails to either open or close properly. Aortic Demak, aortic klapanda qachon muammo bo'ladigan bo'lsa, aortic klapan to'g'ri ochilmaydi yoki yopilmaydi. Shu ikkala holatda ham demak o'z navbatida nima bo'ladi? Muammo kelib chiqadi. Misol uchun bu holatimizda aortic klapan to'liq ochilmay qoladi. Bu aortic stenozga sabab bo'ladi. Birinchi holat bu joyda. stenosis happens when the aortic valve does not open fully, reducing blood flow. Aortic klapan to'liq ochilamay qolyapti. Birinchi vasfimizda ko'payganlik natijada aortic stenoz bo'lyapti. Regurgitation Aortic regurgitatsiya bo'lsa e'tiborga klapan to'liq yopilmaydi. on the other hand occurs when the valve does not close tight. E'tibor beramiz quyidagi joyga. Demak, chap qorincha qisqaryapti, sistula. Bu payt bo'lsa diastula bo'lyapti. Bo'shashyapti diastula. Endi sistula paytida mana e'tibor bergansizlar qon yaxshi chiqarmayapti. Sabab mana klapan to'liq ochilmayapti, qon qiynalib chiqyapti. Qaysi paytda? Sistula. Endi bitta narsani qo'shib ketamiz. Bu paytda shovqin ham sistolik shovqin bo'ladi, yurakda shovqin. Ya'ni qorinchalar qisqarish bu sistula paytidagi shovqin bu sistula. Demak, aortic stenozda biz sistolik shovqinni eshitamiz. Aortic regurgitatsiya bo'lsa, diastala payt to'liq klapan yopilmaguncha qon qaytib tushib ketyapti mana. Demak, bu paytdagi shovqin bizda diastolik shovqin bo'ladi. Demak, sistolik va diastolik shovqin nimaga aortic stenozda sistolik, nimaga regurgitatsiya diastolik shovqin deganini endi tushundik menimcha. Causing backward flow to the ventricle. The common outcome of both situations is that the heart does not pump enough blood to the body, and heart failure may result. Symptoms may develop suddenly or slowly. Bu ikkala holatda ham demak butun tanaga qon yetarli yetib bormaydi. Natijada bu keyinchalik yurak yetishmovchiligiga sabab bo'lishi mumkin, surunkali ravishda yoki to'satdan. Over decades and may include fatigue, shortness of breath, Demak, simptomlar nima bo'ladi? O'z navbatda holsizlik, nafas especially when qishi, exercising, ayniqsa mashq qilayotgan paytda, chest pain or tightness,
demak ko'krakda og'riq hamda ezilish, siqilish hissi ko'krakdagi. dizziness, fainting, Demak, bosh aylanishi, o'z navbatda hushdan ketish kabi holsizliklar, swelling in the ankles and feet, and oyoqlarda ishishi, poor feeding and growth in children. demak ovqatlanishda pasayishi hamda o'sishdan orqada Attempts qolishi to bolalarda. compensate for the low blood output, the left ventricle grows larger to generate higher pressures and pump harder. This enlargement may help to relieve symptoms at first, but eventually it causes the ventricle to become weak and fail. Risk factors for both conditions Demak, vaqt o'tishi bilan o'z navbatida tor teshikdan qon haydashi o'z navbatda. Yani to'liq ochilmagan joyni qon haydashi chap qoncha nima bo'ladi? Gipertrofiya kuch beradi, devor qalinlashadi. Natijada umumiy hajmi kamayadi. Endi ko'proq qon qolib ketgani uchun o'z navbatida chap qonchadan kengayishib boradi. Ya'ni bu eksentrik gipertrofiya, hipertrofiya. Qanaqa eksentrik? Ya'ni kengayuvchi, bu ham gipertrofiya, faqat bu konsentrik. Demak, bu konsentrik gipertrofiya. Demak, bu kenga asobat hisoblanadi. This enlargement may help to relieve symptoms at first, but eventually it causes the ventricle to become weak and fail. Risk factors for both conditions include congenital heart valve. Demak, biz tasavvur qilib oldik. Hozir qaysi holatda shovqin eshitilishi va mexanizm qanday ishlamasligini gaplashib oldik. Biz uni qolganini endi first aidda gaplashamiz. Demak, endi shovqinlarni biz dastlab bilganimizda, demak, heart sound. Demak, heart sound. Systolic, diastolic. Demak, systolic hamda diastolic heart soundlarga bo'lib oldik. Endi systolic bilan diastolic qanday yozyapti? Mana S1, S2, I, ya'ni S1, ya'ni S1 S2 demada yurak shovqinlanishi labdab, ya'ni S1 bu o'z navbatda mitral hamda trikuspidal klapanning yopilishi. Qachon yopiladi? Sistola payti. Endi S2 bo'lsa aortik bilan pulmonik klapan, ya'ni yarmi osmon klapan yopilishida. Demak, bu o'z navbatda diastolani boshida. Demak, S1 bilan S2 gacha bo'lgan joy bu sistola. S2 dan endi diastoladan boshlab sistolaga bo'lgan joy bo'lgan bo'lsa, bu diastola bo'ladi. Demak, bu sistola, bu diastola. Demak, shovqin endi qayerda, bu joyda bo'lgan bo'lsa, bu sistolik, bu joyda bo'lsa diastolik. Nimaligini tepada videoda ko'rib oldik. Endi birinchi shovqin aortic stenoz. Demak, aorta klapan torayib qolishi. Biz hozirgi YouTube'da videoda ko'rdik. Ya'ni nima bo'ldi? Qon to'liq chiqmadi. Aortadan qayerga? Chap qonchadan aortaga. Ya'ni joy muammo mana bu joyda bo'ldi. Natijada qon to'liq aortaga chiqmadi. Demak, bu qaysi fazada tepada degan sistolada. Demak, bu sistolik shovqin bo'lyapti. Mana S1 bilan S2 ning orasida. Demak, S1 mitral bilan o'z navbatda trikuspidalni yopildi. Qon faqat aortaga chiqishi kerak edi. Shu chiqayotgan paytda muammo bo'lyapti. Demak, bunday bo'lyapti. Demak, bu sistolik shovqin bo'lyapti. Endi qanday shovqin eshitilyapti? Crescendo, decrescendo, ya'ni oshuvchi, dastlab ko'tariladi, keyin tushuvchi. Sabab nima? Chunki sababi payt dastlab bo'lma chap qorincha qisqarishda boshlagan payt, dastlab ozgina qon chiqadi. Ya'ni ozgina qon chiqqan hisobiga shovqin pastroq bo'ladi. Endi qisqarish o'rtaga kelganda qisqarishlar oshadi-da, endi tor teshikdan nimalarni katta miqdordagi qon chiqadi. Ya'ni bu joydan chiqsa shovqin yo'qdi, bu tor joydan baland bosimda qon chiqqancha shovqin kuchayadi. Shuning uchun ya'ni qisqarishlar ko'tarilib tushgancha shovqin ko'tariluvchi hamda tushuvchi bo'ladi. Ejection murmur, ya'ni qonni ejection qilyapti.
aortaga. Yurakda asosida demak heart base bundan oldingi videoda gaplashgandik. Heart base yurakda sosqitini demak nima eng baland eshitiladi hamda o'z navbatida bu nima uyqu arteriyalarga bo'yindagi radiatsiya beradi. Demak soft yumshoq eskik eshitilishi mumkin ejection click bilan. Endi ejection click yoki bo'lishi yoki bo'lmasligi mumkin. Ejection clickni bu joyda bo'lmaydi deb olib ketsa yaxshiroq bo'ladi. Chunki ejection clickda o'zining joyi bor. Ejection click nima mitral klapan prolapsida bo'ladi. Ejection click biz mid-systolic click bo'ladi. Ya'ni click o'zi nimasi? G'irchillash. Chiqqillash, g'irchillash degan ma'noda g'irchillagan shovqin eshitiladi. Bunda ejection, ya'ni ejection payti bo'lgan bo'lsa, bunda mid-systolic, systolaning o'rtasida click bo'ladi. Ejection click demak bu sistola, demak sistolani boshidan oxirigacha S2 dan demak mana bu joyda bo'lishi mumkin, lekin mid-systolic sistolaning o'rtasida bo'lgan bo'lsa, mid-systolic click deydi. Mid-systolic click 100% mitral klapan prolapsiniki. O'shuncha ejection clickni ko'pincha optik stenzga bermaydi. Chalg'itmaslik maqsadida. Keyin pulsus parbus et tardus, ya'ni weak pulse with delayed peak. Ya'ni pulsni kechikishi. Ya'ni puls nima edi o'zi deb aytadigan bo'lsak, chap qonchadan aortaga qon tomiriga chiqib, ya'ni arteriya aorta qon tomirlarining devorini titrash pulsidir. Endi puls nimaga kechikasa? Chunki tor joydan ozroq qon chiqyapti. Demak bu devorga berayotgan zarba sekinroq bo'ladi. Puls kuchsiz, ya'ni kechikadi hamda nima bo'ladi o'z navbatida? Pikka chiqish sekin bo'ladi. Ya'ni tirs bo'lmaydi. Ya'ni mana bu tomirlarda torayib kengayishda, ya'ni zarbani hisobida devorning titrashi bo'lyapti. Tomir devoriga bergan zarba deylik. Qonni shu puls demak kuchsiz hamda kechikkan bo'ladi pikka chiqishi. Demak bu optik stenz belgilangan. Bunga sabablar nima degansa, age-related calcification 60 yoshdan kattalarda ko'pincha uchragan holat, yoshga bog'liq bo'lgan kalsifikatsiya. Ya'ni aorta qon tomiri bo'lgan bo'lsa, mana bu klapanlar kalsiy, ya'ni ohaklanish bo'ladi. Natijada böyle yopilib bir-biriga birikib ketgandan keyin buni to'liq klapanlar ochilmay qoladi. Ya'ni mana bunday bo'lib, ya'ni klapan to'liq ochilmay, natijada stenozni beradi. Keyingisi bo'lsa early onset calcification. Demak bu 60 yoshdan kattasi kichiklardi. 50-60 yoshda o'rtasida kalsifikatsiya bo'lishi mumkin, faqat bu tug'ma anomaliyalar borda. Yoki bo'lmasa bicuspid aortic valve, ya'ni ikki tabaqali aortasanki hamma kabi 3 tabaqali emas, 2 tabaqali bo'lgan bemorlarda demak kalsifikatsiya ertaroq bo'ladi. Chunki kalsifikatsiyada mana bu klapanlar bir-biriga birikib yopishib ketishi, to'g'rimi? Endi bunda 3 ta joy bor. 2 tabaqali, 2 tabaq, ya'ni bitish ertaroq bo'ladi. Shuning uchun bu ertaroq yuzaga chiqadi. Endi o'z navbatida bu sinkopiyaga sabab bo'lishi mumkin, ya'ni hushdan ketish angina, demak o'z navbatida koronar arteriyalarda demak kislorod yetishmasligi hisobiga ko'kragida yuzaga kelgan og'riq, dispneya mashq qilgan paytda, chunki tanaga yetarlicha qon chiqmayapti. Natijada nima bo'ladi? Nafas qisishi, tez nafas olish bo'ladi. Hamda o'z navbatda chap qovurg'aning bosimi ortiq bosimdan baland bo'ladi sistol paytda. Конечно, chunki tor teshikdan qon chiqarishi chap qon juda ham kuchli qisqaradi, natijada o'zidagi pressure ortib ketadi. Aortanikidan anchagina. Yaxshi, biz sizlar bilan nimani ko'rdik? Aortic regurgitatsiya. Bu diastolik shovqin. Nimaga diastolik shovqin deganda tepadagi videodan ko'rib olasizlar. Chunki diastolik payti aortani vazifasi aortadagi klapanni qon orqaga qaytib ketishini oldini olishida, qon orqaga qaytib ketishini oldini olmayapti, natijada qon chap qorinchaga qaytib tushyapti. Bu demak aortic regurgitatsiya bo'lyapti. Bu qon qachon so'rib oladi, qachon bu holat yuzaga keladi degan bo'lsak, bu o'z navbatda diastolik payti. Demak bu diastolik shovqin. Demak erta diastolik shovqin dekressiyani tushuvchi bo'ladi. Qonni demak dastlab so'rib olyapti, shovqin pasayib boradi. Demak bu dekressiyanda, demak shovqin pasayib borishini biz dekressiyanda shovqin deymiz. Keyin high pitched. High pitched degani nima degani bo'lsa, ingichka hamda ingichka shovqin, masalan, naylar shovqin yoki hushdagi high pitched bo'ladi. Blowing purkovchi shovqin eshitiladi. Demak, shovqin xarakteristikasini aytib, high pitched blowing bo'ladi. Demak, ingichka tovushdagi demak purkovchi shovqin eshitiladi. Qayerda?
yurakda asos qismida, ya'ni botkin RB dediga umuman olganda mana bu joyda, ya'ni bu joyda. Aortik stenoz ko'pincha aortik aviyadan eshitiladi. Demak, mana bu botkin RB nuqtasi left sternal border. Bu aortik aviya. Demak, bu shovqinlarda qayerda eshitilishini gaplashganmiz. Demak, aortik regurgitatsiyaga sabablar masalan aortic word dilatation deb asos qismida bo'ladi yoki bo'lmasam left sternal border. Demak, botkin aortic word dilatation ya'ni aortani ildizdan kengayib ketishi. Endi mana bu joylarga olsa, endi aortani ildiz mana bunday bo'lib qoladi. Natijada klapanlar bir-biriga yetmay qoladi-da, aortik regurgitatsiya ya'ni qon orqaga qaytib ketadi. Ya'ni mana bunday klapan bo'lib qolsa, biz klapanlar bunaqa edi. Klapanlar bir-biriga yetmasdan to'liq yopilmay qon orqaga ketyapti. Sabab aorta ildizi kengayib ketgan. Demak, bunga sabablar bicuspid aortic valve, demak ikki tabaqali aortik klapan ham aortik regurgitatsiya sabab bo'lishi mumkin. Endokardit yurakning endokard qat'iy yangilashi, aortic word dilatation, demak aortik anevrizmalar, misol uchun aortik ildizi kengayib ketishi hamda revmatik fever. Revmatizmda ham demak sabab bo'lishi mumkin, lekin bu kamdan kam holatda. Puls bosimi baland bo'ladi. Wide pulse pressure. Puls bosimi juda ham baland bo'ladi, katta bo'ladi hamda pistol shot. Femoral pulse, ya'ni o'z navbatda son arteriyasida xuddiki arteriyasida puls, ya'ni to'pponchoq otgandaqa o'q yuradi yoki bo'lmasam pulsing nail bed, Quincke sign deydi. Buni hozir ko'ramiz. Wide pulse pressure nima edi? Puls bosimi bu. Pulse pressure bu systolic blood pressuredan ayiramiz, diastolic blood pressure 120 dan ayiramiz 80 da. Natijada 40. Demak, bu puls bosim katta bo'lib ketadi. Sabab o'z navbatda sistola bu chap bo'g'inchadan ortaga chiqib ketgan bosim. Diastolik bosim deydigan bo'lsak, bu diastolic payti aortadan, ya'ni aortik klapan deb oladigan bo'lsak, diastolda qon qaytib kelib aortik klapan qonni to'xtatib qoladi. Shu joyda hosil bo'lgan bosim diastolik bosim. Demak 80 edi. Endi shu devorda, ya'ni klapan endi to'liq shopamda qon qaytib tushib ketyapti. Endi diastolik bosim tushib ketyapti. Endi masalan 180 mana misol uchun 60 bo'lib qoladi. 120 dan 60 kelsa 60 dan puls bosim oshyapti. Sabab klapan shopda hosil bo'lgan diastolik bosim endi nima bo'lib tushib ketyapti. Shuni hisobiga puls bosim oshib ketyapti. Giperdinamik pulse head bobbing, when severe and chronic. Surunkali hamda og'ir holatlarda puls juda ham kuchli bo'ladi. O'z navbatda bosh pulsga sinxron ravishda qimirlab turadi. Buni hozir pastda gaplashamiz. Hamda bu chap tomonli yurak yetishmovchilik sabab bo'lishi mumkin. Demak, hozir bu aytgan aortik regurgitatsiyadagi simptomlarni hozir demak, ko'zimiz bilan ko'ramiz hozir. Demak, puls kuchli bo'lganicha o'z navbatda bo'yindagi yuqori tepadan pulsatsiyalanayotganini ko'rishimiz mumkin. Bu dancing carotids deydi, ya'ni raqsga tushayotgan bo'yindagi demak yuqori tepalar ketdi. PD with the following pulsations in the neck. So what is your finding? What is your diagnosis? So the answer is that this is a case of dancing carotids, or it is also called as Corrigan pulse. These are typically seen in aortic regurgitation. So always remember that these are the water hammer pulse, and when these pulsations are present in the carotid artery, this becomes the Corrigan pulse. So remember that how can we diagnose this typical water hammer pulse? There is a characteristic. There is always a bounding pulse with upstroke followed by a prompt of collapse vessel. Now what are the causes of this dancing carotids water hammer pulse? The first one is the aortic regurgitation. The second is arterial hypertension. The third is hyperdynamic circulation like anemia, sepsis. The fourth. Demak, bizda hozir faqat aortik regurgitatsiyada demak bu narsalar kerak. Demak, aortik regurgitatsiya belgisi bu puls ekan, dancing carotidga biz o'rganganlarimizdan yaxshi. Keyingisi Quincke sign. This is Quincke's sign, visible pulsations of the nail bed. It's one of the many signs of aortic regurgitation. You'll never forget it by remembering we have valve doesn't do its listen supporting leaks back into the blood pumps out. Bizga tushuntirish emas, bizga simptom kerak. Quincke sign. Me and the
Quincke sign. Mana qizarib oqaryapti, pulsatsiya bilinyapti tirnog'i. Demak bu Quincke sign. Mana bu yerda tayinli svet ko'payapti, oqaveradi. Pulsatsami? Qizarib oqib turibdi. Demak bu Quincke. Demak Muset sign. Bolam bosh bir xilda stabilniy qimirlab turibdi, pulsatsiya bilan birga. Demak bu Muset sign ekan. Bu bo'lsa Corrigan sign degan bo'yin deydi. Demak bo'yinda pulsatsiyam bilinib turishi, boshni qimirlashishi Muset sign edi. Endi begasi yana yaxshi. Qani bunda ko'ch. Ha, yetarsa bosh qimirlab turibdi. Demak og'ir va surunkali holatda bularni ko'rar edik biz. Yana e'tibor bergansizlar boshi mana qimirlab turibdi. Bu Muset sign. Biz endi pistol short pulse ko'ramiz. Hi, I'm Rob. Where you take femoral pulse, you get your fingers down 15 seconds and then multiply that number by 4. When palpating the pulses of the lower extremity, Bizga konkret ko'rsatib bersa yaxshi bo'ladi. Watch the cotton tip as it bounces with each heartbeat, showing a bounding dorsalis pedis pulse in a patient with aortic regurgitation. Bu sondik emas, dorsal pedis oyoq arteriyali pulsni mana. Qarang, qimirlab turishini. Demak, kuchli puls bo'lgani uchun xuddi shunaqa son Watch the arteriyali cotton tip bo'ladi. as it bounces with each heartbeat, showing a bounding dorsalis Har pedis pulse in a bir yurak urganda bir marta demak anu quloqqa tiqilgan, quloq yo'lagan cho'pay qimirlab turibdi. patient with aortic regurgitation. Demak shular. Endi biz sizlar bilan hozir mitral klapanni vazifalarini gaplashdik, ularga bo'lgan bog'liq bo'lgan patologiyalar gaplashamiz. The mitral valve serves to ensure one-way blood flow from the left atrium to the left ventricle of the heart. Demak mitral klapan. Mitral klapanni vazifasi hozir YouTubedan qo'yib olsa yaxshi ekan. The mitral valve serves to ensure one-way blood flow from the left atrium to the left. Demak mitral klapanning vazifasi demak bitta chap bo'lmachadan chap qorinchaga qonni bir tomonlama harakatini ta'minlash. Demak chap bo'lmachadan chap qoncha qon so'rib olyapti diastole payti. Ventricle of the heart. It opens during diastole when the left atrial pressure is. Demak u o'z navbatida diastole payt ochiladi qachonki o'z navbatda bosim oshganda chap bo'lmachamiz chap qorinchani bosimidan ko'ra balandroq bo'lganda o'z navbatda bu nimalar qon so'rib oladi. Ya'ni chap bo'lmachadan qon chap qorinchaga tushyapti. Ya'niki mitral klapan ochiq bu joyda. Yaxshi. Higher than the left ventricular pressure, allowing blood to fill the left ventricle and closes during systole when the pressure gradient. Endi sistole payti bosim pasayadi, ya'ni chap bo'lmachaniki chap qorinchani bo'lsa ortadi. Bu payt nima bo'ladi endi? O'z navbatda klapan, mitral klapanlar demak orqaga qaytib yopiladi. Ya'ni qon endi faqat aortaga chiqadi. Demak mitral klapan o'z vazifasini bajaryapti. It is reversed to prevent blood from flowing back to the atrium as the ventricles contract. The mitral valve has two flaps, known as anterior and posterior mitral leaflets. Mitral klapanning ikkita vazifasi bor. Mitral klapan ikkita vaqali klapan ikkitasi, ya'ni anterior hamda posterior. Oldingi hamda orqa tabaqalar mavjud. Which are supported by a fibrous ring called mitral annulus. Mitral annulus, ya'ni mitral klapan halqasi bilan atrofda o'ralgan, ya'ni mana bu.
During ventricular contraction, the leaflets are kept from opening in the wrong direction by which are supported by a fibrous ring called mitral annulus. During ventricular contraction, the leaflets are kept from opening in the wrong direction by the action of papillary muscles, which attach to the leaflets via cord-like tendons called chordae tendinii or tendon. Qorincha qisqargan payt o'z navbatida papillary musclelardan mitral klapan, ya'ni mitral klapanga tortilgan chorda tendiniy iplari mavjud bo'ladi. Vazifasi demak qisqargan paytda qorincha klapanlarni yopib, orqaga ochilishi, ya'ni noto'g'ri ochilib ketishini oldini olish, ya'ni qonni chap bo'lmacha qaytib ketishini oldini olish vazifasini bajaradi. Cords. The most common of all heart valve diseases is mitral valve prolapse or MVP. Demak, eng ko'p mitral klapan uchun kasalliklardan biri bu mitral klapan prolapsi, MVP deyiladi. MVP, the mitral leaflets bulge into the left atrium every time the ventricles contract. Mitral klapan prolapsi nima bo'lganda, har sistola bo'lgan paytda mitral klapan demak nima bo'ladi? Bulging, parashyutsimon chap bo'lmacha chiqib qoladi. In many people, the reason why this happens Mana bunday tepaga chiqib qolyapti. Demak, bu mitral klapan prolapsi deyiladi. is unclear. In others, it is linked to connective tissue disorders such as Ehlers. Demak, bu nima kasalligiga bog'liq? Connective tissue disorder, Ehlers-Danlos sindromi kasalligiga bilan bog'liq bo'lgan morfin, elastin. Demak, bu birіктirish to'qima kasalligi bilan bog'liq bo'lgan holatlarda uchraydi. Danlos or Marfan syndrome. Connective tissue problems are believed to weaken the leaflets, increase leaflet area, and cause elongation of the chordae tendinii. In most people, MVP is asymptomatic and does not require treatment. However, it does increase the risks of developing other heart diseases such as arrhythmias, endocarditis, and most frequently mitral valve regurgitation. In fact, mitral valve prolapse is the most common cause of mitral regurgitation. Asabati demak endigi o'z navbatda Such as arrhythmias, endocarditis, and most frequently aritmiya, endokardit mitral valve regurgitation. hamda regurgitatsiya sabab bo'lishi mumkin ekan. In fact, mitral valve prolapse is the most common cause of mitral regurgitation. The billowing leaflets may not fit together properly. Elongated cords may also rupture, resulting in a leaky valve, which permits backflow of the blood to the left atrium when the ventricles contract. Endi mitral regurgitatsiyada shu parashyutsimon joydan qaysi holatda tendin iplar uzilib ketib, qonni orqaga qaytib ketishi demak regurgitatsiyaga sabab bo'ladi. Bu regurgitation prolapsi esa parashyutsimon tepaga bo'rtib chiqib ketishi. When the volume of regurgitated blood is significant, the left side of the heart experiences volume overload and eventually Demak, biz e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa bu joyda hozir nima bo'lyapti? fails. Blood is back the left atrium when the vision of the chordae tendinii fan syndrome. Connective tissue problems are believed to weaken the leaflets, increase leaflet area, and cause elongation of the chordae tendinii. In most people, MVP is asymptomatic. Demak, sizlar bilishlaringiz kerak bugungi mavzuga o'tib joy qaysi paytda bu aynan tepaga bo'rtib chiqib qolyapti sistolarning o'rtasida. Demak, sho'g'in ham shu hisob metastolik klik. Demak, g'archillash, ezilish, demak metastolik klik bo'ladi. Qachon sistolarning o'rtasida bosim oshgandagina tepaga chiqib qolyapti. Demak, bu o'z navbatda mitral klapan prolapsi. Demak, mitral klapan prolapsi haqida biz aytgandik, ya'ni asimptomatik bo'lishi mumkin, ba'zi davolash shart bo'lmaydi. Endi o'z navbatda mitral klapan prolapsida qon orqaga qaytmaydi. Videoni boshqadan ko'raylik. Is unclear. In MVP, the mitral leaflets bulge into the left atrium every time the ventricles contract. In many people, the reason why this happens is unclear. In others, it is linked to Demak, ba'zida etiologiyasi noma'lum ham bo'lishi mumkin. Ya'ni hech qanday patologiya, masalan, connective tissue disorders ham bu mitral klapan prolapsi bo'lishi mumkin. connective tissue disorders such as the chordae tendinous, such as arrhythmias, endocarditis, and most frequently. Demak, bizda savol shuki, nimaga qon orqaga mitral klapan prolapsi qon orqaga qaytmaydi? Agar qaytsa, ketadi. Unda shovqin nimaga eshitilyapti deydigan bo'lsak, bunga sabab
sistlarni o'rtasiga kelganda mana klapan tepaga bo'rtib chiqib qolyapti. Bu yerga nima tortilgan? Ip tortilgan. Hozir shu joyi bo'lsa, shu joyda yaxshi tushuntaman. Mitral valve regurgitation. In fact, mitral valve prolapse is the most common cause of mitral regurgitation. The billowing leaflets may not fit together properly. Elongated cords may weaken the leaflets. Mana. Aynan shu joyga biz. Ya'ni mana bu klapa o'rtaga kelganda bu tepaga parashyutsimon kengayib qolyapti. Shu o'rtada bosmoshgan parashyutsimon kengaygan ting aytib iplar tortilyapti. Ting, ya'ni nima o'z navbatda bu ting sistolik klik, sistol o'rtasidagi, ya'ni ipni tarang tortilishi, dutorda ipi masalan tarang tortilganda, demak hosil bo'lgan, ya'ni o'rtada bosmosh ketib ip, ya'ni xordadan birdaniga tortilishi mitsistolik klikni hosil qilib beradi, qonning qaytishi emas. Demak biz buni tushundik. Demak ipni tortilish hisobiga ting aytyapti-da, demak o'rtada bosmosh ketish hisobiga, ya'ni ipni tortilgan bosim taranglashib ketdi. Nima bo'lyapti? Mitsistolik klik eshitilyapti. Increased leaflet areas such as arrhythmation. The billowing leaflets may not. Endi klapanlar bir-biriga muvofiq yopilmasa, natijada bo'lsa ip uzilib ketsa, bu yerda ochiq joy qolyapti. Bu ochiq joydan qonni qaytish endi mitvalni bekib ketsa bo'ladi. Fit together properly. Elongated cords may also rupture, resulting in a leaky valve, which permits backflow of the blood to the left atrium when the ventricles contract. Demak, bu ikkalasida ham bizda bitta ma'no bor, shovqin sistola bo'ladi. Chunki sistola payt bosmoshgan so'ng qon orqaga qaytyapti, bekib ketasida. Ha, naviginda bo'lgan bo'lsa, o'z navbatda mitral klapan MVP da bo'lgan bo'lsa, midsistolik, chunki o'rtasidagina parashyutsimon kengayadi. Bunda esa galasistolik bo'ladi. Ya'ni ponni sistola bo'yicha qon orqaga qaytishi bo'ladi. Demak, sistolik shovqinlarga keladi bo'lmaganda bu. When the volume of regurgitated blood is significant, the left side of the heart experiences volume overload and eventually fails. Blood is backed up to the lung. Demak, mexanizm tushundik. Demak, o'zimiz kitob bo'yicha ketaveramiz endi. Demak, mitral yoki trikospidalni bekib ketadi. Ikkalasida ham mexanizm bir xil, ya'ni qonning orqaga qaytishi. Demak, shovqin qanday bo'ladi? Galasistolik ponni sistola bo'yicha, chunki haliginda hozirgina videoda ko'rdik, sistola payt chap qorincha chap bo'lmacha qon qaytib ketib qolyapti. Demak, bu shuni hisobiga galasistolik, demak sistola boshidan oxirigacha bo'lgan shovqin esbabdan ikki nafasda. High pitched. Demak, o'z navbatda high pitched degani nima dedik? High pitched degani ingichkaroq. Ingichka ovoz, masalan, ayollar, bolalar ovozi high pitched bo'ladi. Yoki qanday shtaksimon shovqindagi blowing murmur. Tepada aortikda ham shunaqa edi. Demak, shuna shovqin eshitilyapti. Harakatasi. Demak, mitralga kirib ketadi. Api qismidan baland eshitiladi hamda qo'ltiq ostiga shovqin nima qilishi mumkin bo'lsa, radiatsiya tarqalishi mumkin. Keyingisi trikospidalni kirib ketadi degansa, trikospidalni tepadagi 5 tabiyamizda, demak, gaplashgandik buni. Endi mitralga kirib ketsa, demak, nima hisobiga keladi degansak, ischemic heart disease, post myocardial infarkt nimagasi? Myokard infarktini hisobiga tepada videoda gaplashganimiz. Yo'q, chiqib ketib qopti. Ya'ni chap bo'lmachani gaplashgansa, mana bu deydik. Demak, papalam shuylardan tortilgan iplar bor. Demak, klapan shopdagi. Shu masalan, xovda tendiniya yoki papalam shu nekvizgich mana bu iplar uzilib ketadi. Natijada bu klapan orqaga ochilib ketadi, bekib ketadi. Demak, shuni hisobiga post myokard infarkt hisobiga kelyapti. Yoki bo'lsa mitral klapan papalaps buni pastga gaplashdi hamda chap qorinchani kengayib ketishi, chap qoncha kengayib ketsa, klapanlar bir-biriga yetmay qoladi. Ya'ni o'z navbatda anular, mitral anular, ya'ni mitral klapanning halqasi kengayib ketadi, natijada klapanlar bir-biriga yetmay qoladi. Ya'ni mana bu joyda mitral klapan mana bunday turadi, misol uchun ikkita bo'lib, endi bu mana bunday bo'lib qoldi, natijada klapan orasi ochilib qoldi. Sabab kengayish. Chap qoncha kengayib ketyapti. Demak, revmatizm demak eng yaxshi bo'lgan joy bu yurak klapanlari edi. Molekulyar mimikriya hisobiga keladi. Hypersensitivity 2 da molekulyar mimikriya. Buni imunda gaplashamiz hali. Yaxshi, keyingisi bizda trikospidalni bekib ketsa, bu ko'pincha o'z navbatda xuddi shu holat endi
o'ng qancha kengayib ketishi sabab bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa ikkilamchi pacemaker joylashtirganimizda. Ya'ni bu ikkilamchi pacemaker joylashtirishimiz ma'nosi nima degan bo'lsa, hozirgi paytda o'ng tomonni ham chizamiz. Demak, tricuspidal klapan mana bu joyda joylashgan. Tricuspidal klapan mana. Endi ikkilamchi pacemakerda venalardan kiriladi-da. Bu venadan kiribdi, masalan, pacemakerni olib o'tibdi, masalan, bu joyga joylashtiramiz ikkilamchi, masalan, AV notga yoki pastki giz tutamga joylashtirayotgan paytda mana bu klapanlar jarohatlanib qo'yishimiz mumkin o'tayotgan paytda. Natijada bu klapanlar keyinchalik to'liq yopilmay qoladi. Natijada tricuspidal regurgitatsiyaga sabab bo'lishi mumkin bo'lyapti. Ma'no bu yerda jarohatlanmay o'tayotgan yo'limizda jarohatlab qo'yapmiz pacemaker qo'yish uchun. Demak, buni gaplashdik. Mitral bilan tricuspidal ekosiga sabab bo'lishi mumkin. Infeksionniy endokardit. Demak, bularning ikkalasiga ham sabab bo'lishi mumkin. Endi mitral klapan prolapsi. Mid-systolic click bo'ldi. Sabab, ya'ni ip o'rtada tang tortilgan hisobiga mid-systolic click hosil bo'ldi. Ya'ni dutor ipi tortilganga o'xshab turib. Demak, bu oxirida kresenda tushuvchi shovqin bo'ladi. Demak, nima bo'ladi? Oshuvchi uzr. Ya'ni sistol o'rtasida bitta bosim ochdik, iplar bitta tortildi, demak ko'tariluvchi kresenda shovqin bo'lyapti. Demak, cavity puls yuqori puls hosil bo'lgandan keyin sodir bo'ladi. Bu qayerda? Yurakda apik qismida yaxshi eshitiladi. Demak, S2dan biroz oldin hosil bo'lgan shovqin hisoblanadi. Odatda xavfsiz, lekin bu zotda infeksiya endokardga sabab bo'lishi mumkin. Motas, mitas, ya'ni viridans ko'pa borda og'izdagi shu qonga tushib, masalan, stomatologik jarayonlardan keyin, masalan, qonga tushgandan keyin infeksiya endokardga chaqirishi mumkin. Albatta, bu nimalar hisobiga keladi? Hematofil hisobiga mitral klapan prolapsi yuzaga kelishi mumkin. Xorda tendinlarning uzilishi, mitral annular disjunction, ya'ni o'z navbatida mitral halqani BBga to'liq yopilmay qolishi yoki bo'lmasa disjunction mana bunday bo'lsa, klapanlar masalan bittasi kattaroq bo'lib turib, orqaga kengayib ketib qolishi mumkin. Endi BBga to'liq junction qo'shilmasligi hisobiga, lekin qon qaytmaydi. Hamda mycomatous degeneration o'z navbatida ikkilamchi connective tissue disorder, ya'ni Marfan, Ehlers-Danlos sindrom Marfan va hamda Ehlers-Danlos sindromlar hisobiga kelishi mumkin ekan. Mid-systolic click o'z navbatida xorda tendiniya iplarida nima qilishi? To'satdan demak tortilish hisobiga kelyapti mitral klapan demak prolapsda. Ya'ni biz aytdik, sistalar hozirgi videoda eslasak, to'satdan nima qilyapti? Iplar bitta tortilib turib, sistalarning o'rtasida. Ya'ni bu joyda eslagan olsak, mana bunday turadi, iplar tortilgan. Endi to'satdan mana bunday bo'lib bo'lyapti. Ya'ni ba'zi iplar tring tortilgan hisobiga mid-systolic click hosil bo'lyapti. Demak, bu holat tushunarli. Buni biz aytib o'tib ketdik. Ipni tortilishga hangisi bizda? Endi o'z navbatda mitralniy stenoz. Mitralniy stenozni bunga video ko'rishimiz shart emas. Mitral stenozda qanday bo'ladi deyilsa, mitral stenozda endi mitral diastole payti qon bu joyga tushishi, ya'ni mana bu joyda klapan kattalashtirib olgan olsak, bunday klapan bo'lsa, klapan to'liq ochilmaydi. Masalan, klapanda atrofi masalan endokardit yoki turli xil narsalar bilan yopilib ketgan. Endi radiusi kichkinaroq bo'ladi. Natijada qon qiynalib o'tadi. Qon o'zi chap bo'lmacha chapqoncha qachon tushadi? Diastole payti. Endi shuni hisobiga shovqin diastolik shovqin bo'ladi. Demak, bu mitralniy stenoz. Mitralniy stenozda demak opening snap bo'ladi. Demak, opening snap snapda bu endi nisbatan eshikda masalan qo'pollik bilan ochilishi, dang'illash, shunaqa yo'g'onroq ovozlar demak snap bo'ladi. Opening snap delay, endi men o'zi ham delay rumbling demak qo'pol, masalan bir tepsi eshik bo'lib daqqa aytadi. Shunaqaga o'xshagan demak shovqinishlarda metallate, ya'ni o'z navbatda
shovqin diastolik bo'lyapti. Demak, kechgan demak diastolik shovqin bo'lyapti. Demak, S2dan birozdan keyin ochiladi. Demak, eshikni tepib ochgan hisobiga hosil bo'layotgan shovqin bo'lyapti. Demak, o'z navbatda interval, ya'ni S2 bilan, ya'ni o'z navbatda S2 nima edi? Aortic bilan trikospidal klapan yopilishi S2 endi opening snap bo'lingan bo'lsa, mitral klapan ochilishdagi shovqin bo'lyapti. Shu ikkalasi orasida interval, ya'ni vaqt, misol uchun S2 deb opening snap metta bo'lib bo'lishi mumkin, ya'ni boshlab ketish shovqini, yoki S2 debmi yonida bo'lib bo'lishi mumkin bu holatlar. Demak, interval bilan holatda, demak, mitral stenoz og'irligiga bog'liq. Masalan, interval qancha past bo'ladigan bo'lsa, o'z navbatda opening snap bilan S2 orasi mana bu joyda qancha yaqin bo'ladigan bo'lsa, holat shuncha og'ir bo'ladi. Sabab ozgina qon o'tishida ham demak nima stenoz bo'lyapti. Shuning uchun endi o'z navbatda interval, masalan, opening ochilishdagi, ya'ni rumbling shovqin qancha kech eshitilsa, holat yengilroq bo'ladi. Demak, shuni hisobga olishga, masalan, erta kech eshitilib keyin shuni hisobga olamiz. Interval qancha past bo'lsa, holat shuncha yomon. Interval qancha baland bo'lsa, holat nisbatan yengil bo'ladi. Demak, o'z navbatda bu kech hamda spesifik ketma-ketlik revmatizmda, demak, mitral stenozga ham sabab bo'lishi mumkin bo'ladi kechki bosqichlarda. Demak, surunkali mitral stenoz hisobiga nima yuzaga keladi? Demak, o'z navbatda chap bo'lmachada qon qolib ketyapti, pressure ortib ketyapti, volyum ortib sabab qon to'liq qoncha ketmaydi. Natijada chap bo'lmacha kengayib ketadi. Chap bo'lmacha kengayib ketgandan keyin biz oldingi darsda o'tgandek mana bu joydan, demak, aorta tarmog'i o'tgan bo'lsa, aortani tayinlatiga left recurrent laryngeal nerve bor. Natijada bu kengayib turib, left recurrent laryngeal nerve yozib qo'yish mumkin. Bu o'z navbatda 6-pharyngeal archni innervatsiya qilardi, ya'ni ovozga, ya'ni o'rtnasida va ham ho'rsnas ovoz o'zgarishi sabab bo'ladi surunkalilikda. Hamda o'pka shishiga, atrial fibrillatsiya, ya'ni chap bo'lmacha kengayib ketgandan keyin bunda impuls hosil qiluvchi o'choqlar kuchayib ketib, ko'payib ketib, natijada atrial fibrillatsiya. Endi qon chap bo'lmachadan bilamizki, o'pkaga boradi. Natijada o'pkada bosim oshgandan keyin o'zlaring bilasizlar nima bo'ladi? O'pka shishi bo'ladi. Alveolar boshqa sug'urlik chiqishi. Dimlanish hisobiga yaxshi, hamda gemopatiz yo'talganda qon tufayli sabab o'pka shishi bo'lyapti, qon dimlanib o'pkada qolib ketyapti, hamda o'ng tomonli vechmanish sabab bo'ladi. Demak, opening snap nima hisobiga kelyapti? Demak, o'z navbatda mitral klapanni to'satdan, demak, yarim yo'lda tutilib qolish hisobiga yuzaga kelyapti. Ya'ni eski diastal edi. Diastalda, demak, nima qilish kerak? Klapan ochilishi kerak. Ya'ni klapanlar mana bu tomondan olgan olsak, mana bunday sig'iladi. Mana bunday bo'lishi kerak. Ya'ni qon butoniga harakatlanishi kerak. Endi opening snap nima bo'lyapti degansiz, meta tirsaytib qaytib qolyapti. Endi bu klapan bilan ochilyapti, lekin bu yarim yo'lda qatib qolyapti. Mana bu minutasi bor ekan, mana qizil qilsam buni metan fibrozda mana ochilyapti. Bunda o'lagansa mana yarim yo'lda qolib ketyapti. Shuni hisobiga nima bo'lyapti? Opening snap eshityapti, ya'ni eshik oxirigacha ochilmayapti, tikka aytib qolib ketdi, to'satdan tutilib qolyapti. Misol uchun bu meta to'liq bu tomondan olgan olsak, meta misol uchun bir-biriga birikib ketishi, yallig'lanish hisobiga yuzaga kelishi mumkin. Demak, bu tushunarli. Shuni hisobiga bo'lyapti. Demak, bu ochilish diastol, o'shuning uchun diastol shovqin bo'lyapti. Nimaga kech eshitilyapti degan savol bor. Chunki mana bu yarmigacha normalniy turdi, mana bu joygacha normalniy ochilyapti edi. Shundan so'ng shovqin yo'q edi. Endi o'rtada to'satdan to'xtagan uchun diastoldan biroz o'tibgina shovqin hosil bo'lyapti. Endi shovqin, masalan, opening snap qancha erta ochilsa, shuncha og'ir bo'ladi dedik. Nimaga? Endi bu klapan metta bo'lsa, demak, diastolning boshida ham mana umuman harakatlanmayapti. Natijada stenoz yo'l tor yani. Endi bu kechroq eshitdi. Mana bunda borda bo'lgan bo'lsa, endi yo'l ochiqroq nisbatan, demak, kechroq. Demak, holat yaxshiroq.
boshida eshitilsa masalan bu joyda qolib tutilyapti, opening snap eshitilyapti. Natijada nima bo'lyapti? Shovqin erta eskidan keyinroq diastolni boshida eshityapti. Endi diastollarni o'rtabog'ida eshitilgan bo'lsa, nisbatan holat ertaroq deb olishimiz mumkin. Chunki mana. Demak, shu to'xtagan joyda shovqin berayotgan hisobga olishimiz kerak bo'lyapti. Endi yana ikkita shovqin bor, tug'ma yurak nuqsonlari bilan bog'liq ventrikulyar septalniy defekt. Bunda galosistolic harsh demak son, ya'ni dag'al shovqin eshitiladi. Galosistolic VCD nima edi degansak, VCD ventrikulyar septal defekt, ya'ni qorinchalar o'rtasidagi demak shumni ochiq qolishi, yo'lda ochiq qolishi. Natijada sistola payti chap qorinchadan o'ng'acha qon o'tadi. Shu payt demak galosistolic shovqin hosil bo'ladi. Demak, bu sistola bo'yicha bo'lgan narsa galosistolic shovqin deyiladi. Demak, trikospidal aviyadan balandroq eshitiladi. Chunki qonni qaytishi nisbatan mana trikospidal klapan tagiga to'g'ri kelyapti. Shunga sabab trikospidal aviyadan ko'proq eshitiladi. Demak, bu tug'ma bo'ladi o'z navbatda. Endi buni ham o'ziga xosligi, katta VCD shovqin intensitesi, ya'ni anaqasi kuchliligi past bo'ladi. Kichkina VCD shovqin baland bo'ladi. Nimaga deydigan bo'lsak, siz misol uchun mana bunday teshikdan masalan qon o'tishi bor endi. Mana bunday teshikdan qon o'tishi bor. Qaysi teshikdan qon bosim bilan shovqin baland bo'ladi? Конечно, bu birinchisidan. Kichkina teshikdan masalan og'izda labingizni bir-biriga yaqinlashtirib hushtak chalsangiz, hushtak ishlab, masalan katta shufurda hushtak eshitilmaydi. Ya'ni bu joyda ma'no shu bo'lyaptiki, shovqinni masalan zichligi qancha kuchli bo'ladigan bo'lsa, holat shuncha yengil. Shovqin shuncha past eshitilsa, holat shunchalik yomon. Ya'ni keng, ariq keng joydan qon o'tyapti. Shuni hisobiga shovqin past degan xulosa beryapti. Patent ductus arteriosus. Demak, patent ductus arteriosus batal yo'lning ochiq qolishi, ya'ni yurak degan bo'lsak, bizda demak o'z navbatda o'pka arteriyalar bor, mana bu joydan chiqqan. Tasimo shaklida hamda bu joydan chiqqan aorta qon tomiri bor. Demak, endi batal yo'li bu o'z navbatda aorta bilan o'pka arteriyasi o'rtasida ulangan qon tomiri hisoblanadi. Demak, shu aynan ductus arteriosus ochiq qolsa, demak, bu ham tug'ma yurak nuqsoni hisoblanadi. Asiyanadik nima bo'ladi? Endi aortadan qon doim o'pka arteriyasiga o'tib turadi. Demak, bu ham o'z navbatda shovqin beradi. Bu shovqin o'ziga xosligi machine murmur, ya'ni mashina shovqini, mashina yurgizgandagi shovqinga eshitadi. Ham sistola ham diastolic. Sistola ham diastolic, ya'ni tinimsiz eshitilib turadi. Demak, bu machine like murmur deyiladi. Bu left infraclavicular, ya'ni chap o'mroq osti nuqtasida eshitiladi. Ya'ni mana bu 5 ta joydan tashqari chap o'mroq osti mana bu joyda eshitiladi. Sabab shu joyga to'g'ri keladi. Haligi ikkita qo'shilgan joyda. Aytdik ham aytdimday bo'pti. Shu ulangan joy chekka to'g'ri keladi. Shuning uchun left infraclavicular liniyadan eshitiladi. Demak, buning ham sababi ham tug'ma bo'ladi. Tug'ma bo'ladi kimda? Congenital rubella. Demak, tug'ma onasi homiladorlikda rubella bo'lgan bo'lsa, bo'ladi. O'z navbatda nima bo'ladi? Patent ductus arteriosus bo'ladi. Muddatdan oldin tug'ruq. Demak, biz buni gaplashib oldik. Demak, bu heart murmurs edi. Demak, buni ikki qismga bo'lamiz. Heart murmursni bugungi demak shulardan qiladigan bo'lsak, hozir ikkinchi qismi sifatida endi manevr, demak, shu yurakdagi shovqinlarda qachon oshib, qachon tushishini demak keyingi video darsimizda gaplashamiz. Demak, hozircha hammaga rahmat.